Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda go'sht narxi yana oshdi. Barcha O'zbekiston fuqarolari tezda videoni ko'rib, kerakli ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar boshqalar ham tezroq xabardor bo'lishlari uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz sizlarga har doimgidek eng so'nggi yangiliklarni yetkazib borishda davom etamiz. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, joriy yilning 13 may holatiga ko'ra O'zbekiston bo'yicha 1 kilogramm mol go'shtining o'rtacha eng yuqori narxi Yakkasaroy tumanida 139.600 so'm, eng past narxi esa Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida 94.300 so'm qayd etildi. Farg'ona vodiysida eng arzon narxlar Xonobod shahrida 112.500 so'm bo'lsa, eng qimmati To'raqo'rg'on tumanida 135.000 so'm. Ayrim hududlardagi narxlarda katta tafovutlar mavjud. Masalan, Navoiy viloyatining 2 qo'shni tumani Tomdi tumanida 95.500 so'm, Uchquduqda 137.500 so'm. 1 kilogramm mol go'shtining o'rtacha bahosida 42.000 so'm farq qilyapti. Deyilgan ma'lumotda, aziz do'stlar, sizning hududingizda mol go'shtining narxi qanchaga sotilmoqda? O'z fikrlaringizni izohlarda qoldirib, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.